Farg'ona shahar joydan Uzgazoil zapravkani yaqinida xo'p 550 kvadratli noturar binomiz sotuvga qo'yilmoqda. Hozir sizlar bilan obzorini ko'rib chiqamiz. Xo'p, binomiz korobka holatida, faqatgina romlari bitkazilgan, akfa romlar qo'yib va qolgan ishlari shundayligicha turibdi, hali korobka holatida. Bu binomiz 3 qavatdan iborat va podval qismidan iborat. 3 qavat plus podval. Har bitta qavatda 10 ta 12 tadan xona bor. Ya'ni har bitta qavat 10-12 ta xonadan iborat. Bu binomiz asosan mehmonxonaga moslashtirilgan ekan. Ma'lum bir sabablarga ko'ra sotuvga qo'yilibdi. Hozir bilan qisqacha obzorini ko'rib chiqamiz va mana kirganimizda bu tomonda xonalar panoramli qilib qilingan bu tomon va ana bu tomondan tepaga chiqish, ikkinchi qavatga chiqib ketish yo'lakchasi va bu tomonda mana koridorimiz va bu tomonda mana 12 ta xona bor ekan. Bu yerda albatta sanuzillari bilan. Xo'p, birinchi podval qismidan tanishtirib o'tsak, keyin sizlarni yuqori qavatlar bilan tanishtiraman. Xo'p, bu tomonda mana podval qismimiz ham xuddi tepadagidek planirovkasi deyarli bir xil. Xonalar joylashuvi, koridor va oxirida sanuzillari bilan xonalari alohida qilib qilingan. Otel qilsa ham bo'ladi yoki mehmonxona, kattaroq mehmonxona qilsa ham bo'ladi. Hatto juda ham qulay joyda. Va xohlovchilar bo'lsa, keyinchalik binoimiz orqa tomonidagi plashatka bor ekan. Ya'ni buni yana kelishib sotib olish mumkin ekan yana qo'shimcha ravishda. Va ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Mana ikkinchi qavatimiz ham xuddi past qavatlardagi bir xil. Va ko'rib turganimiz akfa romlar o'rnatilgan. Faqat romlari o'rnatilgan ekan, xolos. Bu tomonda mana ko'rganimizdek prehoshka va sanuzillari bilan. Mana bu tomonda sanuzil uchun joy va xona. Yana asosan binoimiz egalari hotel qilish uchun, uzr kechirasizlar, mehmonxona uchun qilingan ekan bu bino. Va 3-qavatimizga ko'tarilib oldik va mana bu 3-qavatimiz. 3-qavatimiz ham bir xil planirovkada. Mana ko'rib turganimizdek tom qismi. Va mana bu tomondagi xonalar ham bir xil planirovkasi. Va binoimiz to'laligicha romlar o'rnatilgan, xolos. Binoimizning narxiga kelsak, egalari binoimizning narxini 570 ming AQSh dollari deyishyapti. Yana kelishtirib berishar ekan. Albatta, kimgadir qiziq bo'lsa, quyidagi nomerlarga qo'ng'iroq qiling, birga kelib ko'rsatamiz.